Voy, maza qilib uxlabman-ku o'ziyam. Arti, qandaysan? Nima gapdir deyman. Xo'sh, Arti, bugun nimalar qilamiz? Dehqonchilik qilamizmi? Men nimadir qolay, mayli. Xo'p, hamma yoq tinch bugun. Arti negadir? Nega men eshikni yopaman desam, sen ochyapsan. Mayli, bugun Arti, men qo'ylarga qarayman, sendaligi bor. Sandiqdan nimalarni olyasan? Qo'y, buni olamiz. Bu yoqdan bizgayam bir ikkita ketmondan ro'zg'orlik kerak bo'ladi. Ketdingmi Arti ishga? Endi ketdik-da ishlaymiz. Boshqa nimayam qildik. Ro'zg'orda ishlaysan Arti bugun. Mana bir ikkita narsa olib qo'ylarga bergan axir. Hop, 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 qo'ylarga berib turish kerak bularni. Hop, hop. Polni hammasini chopib chiqib, keyin qo'ylarga beramiz. Mana shu yergacha manimcha yetadi chopganim. Men 3 qator chopib, o'rniga boshqa ekib turaman. Qolgan, Arti qayerga ketdi? Manimcha ishi bor bo'lsa kerak. Qolgan ro'zg'or bilan esa keyinroq shug'ullansak ham bo'ladi. Xo'sh, bularni ham qo'yib olamiz va mana bu yerdagi bu bug'doylarni ekib chiqamiz. Qo'ylarni qorni ochligidan baqlayapti. Xo'p, yaxshi. Hop, hop. Ha, bo'ldi. Manimcha endi mana endi eshigim mana edamidi? Eshigini topilishi qiyin. Mana endi qo'ylarga qaraymiz. Hop, yaxshi. Mana senga, mana bu senga. O'zi bitta bolang bor-ku, nimaga ikkita bolali bo'lmoqchisan? Ha, mayli, ikkita bolali bo'ldi. Bu senga, bunisi senga. Qani ikkinchi bola senlarda bo'larmikan? Senlar ham ikkita bolali bo'lib qoldilaring-ku. Bitta bolang bordi-yu, sen va sen, keyin sen va sen. Mana qo'zichog'i ham boqaylik. Katta bo'lib qolarmikan qo'zichog'i boqqanimiz sari shunda? Yo'q, bola yetadi. Qo'zichoqqa shuncha ko'p berib yubordik o'zi. Juda yaxshi. Xo'sh, kimni ovozidir eshitilganday bo'ldimi? Kim kelyapti? Kimdir kelyaptimi? Pichoq olib yaqinlashib qo'lingdagi qurolni tez tashlab. Chon bor mana. Mazang qochirib yuboraman, ketmon bilan boshingga solaman yo'qolsa. Janob, biz sizni oldingizga keldik. Qarochi janob, jahon urushi boshlandi. Ya'ni Minecraft dunyolari notinchliklar bo'lishni boshladi. Hamma Minecraft dunyolari bir-biri bilan urushyapti. Ertaga siz va Arti urushga ketasiz. Sizlarni olib kelgani kelaman. Mashinada ketamiz. Tushundingizmi? Ertagacha hammangiz tayyor bo'lib turing. Yo'qsa, xullas, urushga chiqmayman yoki qochishga uringanlar o'ldiriladi. Shuni unutmang. Unda urushga borib o'lib qo'ya qolganingiz yaxshi. Ko'rishguncha janob. Qanaqa urush to'xtay? Men tushunmadim-uncha. Janob, qanaqa urush haqida gapirdi bu yana? Qanaqa urush bo'lishi mumkin? Yana urushmi? Jonga tegdi bu urushlar ham. Mayli. Xo'p, Artini unda turamiz bu yerda kelishini. Arti kelgandan keyin esa Arti bilan gaplashib ko'ramiz. Mana kech ham tushdi. Arti haligacha kelmayapti. Mana Arti yetib kelyapti o'zi. Arti keldingmi? Zo'r ish bo'ldi. Xullas, Arti muammo bor. Urush boshlanibdi, eshitdingmi? Qanaqadir jahon urushimi bilmayman, shunaqa deyishyapti. To'xta, portlash ovozimi? Arti shu yoqqa boramiz. Voy la'nati, bomba tashlashibdi. Ketdik, Arti, bu yoqdan yuramiz. Bu yoqdan yuramizmi axir? Mayli, mana Arti bomba tashlashibdi. Oldiga borib ko'ramiz, ketdik. Oldiga borgan yaxshi, Arti. Juda yomon-ku, bu qanday ahvolda? Voy la'nati, yerga chiqib ketibdi. Uyga ketish kerak, Arti. Ertagalikka tayyorgarlik ko'ramiz. Bu yerdan ketish kerak. Bu yerga bomba tashlashyapti o'zi. Hop, uyda tursak, ertaga urushga borganimiz yaxshi undan. Ketdik, tez. Bizni uyga tashlashmasa bo'ldi. Men birinchi qavatda turaman, nima bo'lsa ham ikkinchi qavatga chiqmayman endi. Voy la'nati. Hop, Arti ichkari tez. Hop, yaxshi, Arti shu yerdamisan sen? Bo'pti, men ikkinchi qavatda telefon va radioni eshitaman. Sen birinchi qavatda ertagalikka tayyorgarlik ko'r. Qurollarimizni, hamma narsamizni ol. Yaxshi, radioni yoqamiz. Bo'ldi, radio yoqildi. Mayli, endi ertagalikka kutamiz. Ertaga bizni kelib olib ketishadi. Arti, hamma narsangni oldingmi? Men har ehtimolga qarshi qurolimni ham olib ol. Mana general keldi. General, yaxshimisiz? Qarochi, umuman gapirmalaring borgunimcha. Tushunlaringmi? Orqamdan yurlaring. Senlar bilan ishni, qoidalarni tanishtirib o'taman. Xo'p, birinchi o'rinda men sizlardan tashqari boshqa odamlarni ham yig'ib kelaman. Keyin kecha juda ko'p portlashlar yuz berdi. Buni bilgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Xo'p, mana gaz zapravkada ham hech kim yo'q, chunki bu yerga bomba tashlansa bo'ldi, hammasi barbod bo'ladi. Ortimdan yuring, yana bu Kamazga ketamiz. Mana bu to'g'onga bomba tashlasa, undan ham battar bo'ladi. Butun shahar suv ostida qoladi.
Shuning uchun butun shaharni evakuatsiya qilmoqchimiz. Mana bu tepaga qarasalaring, bu yerda ham portlash yuz berdi. Men boshqalarni yig'ib kelaman. Sanlar esa shu yerda turlaring. Mana ko'ryapsanlarmi, to'g'on. Bekor shu to'g'onni qurganmiz. O'zi asli tog'larga qurishimiz kerak edi. Ha, mayli, bo'lar ish bo'lgan. Mana ko'ryapsanlar. Bomba hech kimga ayab o'tirilmayapti. Bu hali boshlanishi. Ha, bo'pti. Senlar shu yerda kutlaring. Men ketdim, boshqalarni yig'ib kelaman. Arti eshitdingmi? Bu hali boshlanishi ekan, boshlanishi. Bu hali boshlanishi bo'lsa tugashi qanday bo'ladi? Ha, mayli shu yerda kutaylikchi, jicha turib yo'lga tusharkanmiz-ku axir.